Sasha? Signal ishlab ketmasa, unga e'tibor ham bermasdim. Qarang, bu Nissan. Magi, mana bu-chi. Bu ajoyib mashina. Agar dvigateli yaxshi bo'lsa, uni bir umr haydash mumkin. Ha, to'g'ri, lekin bilmasam. Nissan uchun qancha so'raysiz? Ko'zing o'tkir ekan. Bu mashinaga ko'plar qiziqqan. Nima yamdirdim? Sen bugun birinchi bo'lib so'rading. Arzonroqqa beraman, mayli. Roziman. Qo'ng'izchaga $50 beraman. Kechirasizlar, bo'lmaydi. Bu mashinada bir sir bor deb o'ylayman. Buni umuman sotmoqchi emasdim. Umuman. $75. Yaxshi. Hozir qog'ozini to'g'rilayman. Hozir.